Azizlar, bugungi roligimizda sizlarga e'tiboringizga birinchi qavatdan bir xona kvartirani havola qilib o'tamiz. Remontdan chiqqan tayyor halang naq pula xalasini ikkilamchi kredit olsangiz ham bo'ladi. Urganch shahrimizning xalq markazida joylashgan. Bizda yana Darital Urdu universiteti, bu yerda akademik lisey, keyin Sholka Matal Sararatda Raycenter bozor, keyin Dekan supermarketi. Ajoyib mesda. Olimpiya stadioni deysizlar, shumbola, hamma o'ng'ayli. Yana lisey Dekan bozor, Amir Temur istirohat bog'i. Mesda plashiga zo'r, bog'cha, maktab yoki marshrutlardan muammo yo'q ekan. Azizlar, yo'lni qatnov qismi ham yaqiningizda, ko'pi bilan bir 100 metr yurib chiqsangizlar bo'ladi. Marshrutlar o'tib-o'tdi. Bu yerda 28, 13, Shavog'ga yetadigan marshrutlar, yana Xonqa yetadigan hamma marshrutlar o'tadi shu yerdan. Zo'r mesdalar. Qiziqqanlar telefon qilarsa, narx ham ajoyib narxda. Videoning davomida narxini ham aytib o'tamiz. Halang ikkilamchi kredit, xalasani narx pul olsangiz ham bor. Yetkazsa birgalikda ko'rib chiqamiz kvartiramiz. Hurmatli vatandoshlar, birinchi qavatdan yetkazilgan darvali ishlar qo'ygan xonamizda bir xonali remontdan chiqqan xonadan bismillahirrohmanirrohim debizda. Ketdik degandan 10 tarafimizda asosiy xonasi, bu yoqda yana prixorjiy zonasi, bu tarafimizda sanuzeli, oshxonasi joylashgan. Bizda tayyor xonadan kelib yashash kerak. Oboy qilingan, yarki ajoyib atachento oboylardan. Hurmatli vatandoshlar, shahrimiz zo'r mesasi, bog'cha, maktab, suv, svet, gaz, transport hech narsadan muammosi yo'q edi. Shahrimizning xalq markazi azlar Dekan bozor ham yaqin. Daritalam Urdu universitetini ham azlar Raycenter bozor, Olimpiya stadioni shumbola, hamma o'ng'ayli ajoyib bir mesadan shuning bir xonali kvartirani e'tiborlaringizga havola qilib o'tyapmiz azlar. Xalasangiz kredit, xalasangiz naqd pulda olsangizlar ham bo'ladi azlar. Marshrutlar o'tib yandan bir yandan 13, 28, bir yandan 7, 5, 19 marshrutları o'tib. Magazinlar ham yaqin. Bog'cha, maktabdim yana tarafında joylashganlar, yaqin yerda. Hech narsadan muammosi yo'q. Birimizning asosiy xonasi 3.10-5.60 kattalikda, gilamla döşalgan, perdelar osilgan azlar. Rozetka kulchatalari ham qo'yilgan, patolog natijali lyustralar osilgan, dokumentdan muammosi yo'q, perdelar ham osilgan. MDF eshiklar qo'yilgan, hurmatli vatandoshlar. Bu tarafda sanuzeli bo'ladi ekan. Sanuzeli ham polni remontdan chiqib turibdi. Unitaz, vannalar o'zgargan, suv shochiklari ba'zilar. Bu tarafimizda oshxonasining duh kontrolli kotyollar qo'yilgan, sterilizatorlari bor, registrlar qo'yilgan, kuxniy mebellari, gazlari, bu yerda vichkalari, xolodilniklar ham ba'zida. Gelip faqatgina yashash kerak xonadonimizda. Rasxozsiz xonadon, azizlar, shahrimizning markazida xalasangiz foydalanaman desangiz ham bo'ladi. Olib turib ijaraga qo'yib, azizlar, foydalansangizlar ham bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, azizlar, xonadonimizning narxini to'xtalib o'tsak, narxi 295 million so'm, ustida gelishadigan yeri bor. Gelib ko'rib, sodasini qilib olaverasizlar. Ajoyib bir mesa plajida shuning bir xonali remontdan chiqqan kvartirani e'tiborlaringizga havola qilib o'tdik azizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizni like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi roliklarda sog'lom va yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.